Salom do'stlar, Pythonda o'z web frameworkingizni yozish kursiga xush kelibsiz. Navbatdagi darsimizda biz WSGI haqida gaplashamiz. Nima u va undan qanday foydalanish haqida to'xtalib o'tamiz. Lekin unga kirishdan oldin keling sizlar bilan web loyihalardagi request va responselar haqida ozgina gaplashsak. Deylik, sizda mana Pythonda yozilgan web loyiha bor. U web loyihadan foydalanuvchilaringiz qanday qilib foydalana oladilar? Albatta, ular birinchi o'rinda web brauzerga kirib, URL ni yozib, google.com yoki yahoo.com ga kirib, o'sha adresni kiritadilar brauzerda. Ikkinchi qadam sifatida endi brauzer Python appga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qila oladimi degan savol turadi. Albatta yo'q. Brauzerlarda unaqa qobiliyat yo'q, unaqa xususiyatga ega emaslar. Brauzerlar to'g'ridan-to'g'ri qayerdadir boshqa serverda yotgan Python kodni chaqira olmaydilar. Ular u ishni qilish uchun brauzerlarga web server degan mana narsa kerak. Web serverlarning ishi to'xtamasdan kelayotgan requestlarni eshitib turish. Mana foydalanuvchi birinchi brauzerga kirib URL ni yozdi. Shunda brauzer nima qiladi? Brauzer o'sha requestni web serverlarga yuboradi. Web server bu aytib o'tganimdek har doim requestlarni eshitib turibdi. Kelayotgan requestlarni bemalol qabul qilib olishi uchun. Web server bu requestlarni qabul qiladi-da, uchinchi qadam sifatida u requestlarni Python loyihaga yuboradi. Web serverlar Python kodini chaqira oladilar. Python app nima qiladi? Python app requestni qabul qilib, uni o'sha обработать qilib, response yasab, o'sha request uchun javob yasab, response deyiladi. To'rtinchi qadam sifatida orqaga web serverga qaytarib yuboradi. Web server Pythondan responsni olib, brauzerga qaytaradi. Brauzer esa u responsni foydalanuvchilarga ko'rsatib beradi. Bu albatta soddalashtirilgan, juda ham soddalashtirilgan varianti request bilan response siklini, lekin taxminan shunaqa ko'rinishga ega. Bizni eng qiziqtirgan qismi, biz kursimiz Pythonda web framework yozish bo'lgani uchun bizni eng qiziqtirgan qismi mana bu. Web server bilan Pythonni orasidagi muloqot qanaqa bo'ladi? Biz web framework yozyapmiz. Bizning web frameworkimiz web server bilan ishlashi shart, to'g'rimi? Mana bu request va responslarni handle qila olishimiz uchun. Bu muloqot taxminan quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Web server aytadi birinchi bo'lib: "Salom Python app, senga request keldi, ol mana" deydi. Python app shunda: "Rahmat, oldim. Mana senga bu request uchun response" deb response tayyorlab beradi va web server: "Bo'ldi, response uchun katta rahmat. Endi men bu responsni olib klientga, ya'ni tepadagi misolimizda brauzerga qaytarib yuboraman" deydi. Tushundingizda? Bu misolda web server ham, Python ham o'zbek tilini bilgani uchun bemalol bir-biri bilan gaplasha olyapti, bir-birini tushunyapti. Lekin tasavvur qiling, agar web server o'zbek tilini bilmaganda, u faqat rus tilida gapirganda nima bo'lardi? Python app o'zbek tilini biladi xolos, web server esa rus tilini biladi xolos. Shunda ikkalasi bir-birini tushunmagan bo'lardi umuman. Bir-biri bilan gaplasha olmagan bo'lardi. Yoki web server xitoy tilida gapirganda, Python app esa ingliz tilida gapirganda xuddi shu narsa, yana xuddi shu muammoga duch kelgan bo'lardi, bir-birini tushunmagan bo'lardi. Bu degani nima degani? Bu degani oldinlari siz framework yozayotganingizda web serverlar bilan ishlash uchun har bitta web serverni alohida kod yozib tushunishga harakat qilishingizga to'g'ri kelgan. Ya'ni yana bitta narsani aytib o'tay. Web serverlarning har xil turlari bor. JUnicorn bor, Uvicorn bor va hokazo. UWSGI degani bor. Ularni har birini tushunish uchun alohida kod yozishga to'g'ri kelgan. Masalan, birinchisi ingliz tilida gapirsa, unga alohida kod, ikkinchisi rus tilida gapirsa, unga alohida kod, uchinchisi xitoy tilida gapirsa, unga alohida kod yozishga to'g'ri kelgan. Natijada framework dasturchisi sifatida sizning ishingiz ham ko'payib ketib qolgan va siz ishlatishingiz mumkin bo'lgan web serverlarning soni ham chegaralangan siz yozgan kodga qarab.
Shuning uchun ham qaysidir aqlli odamlar WSGI, ya'ni Web Server Gateway Interface degan standart o'ylab topgan. U standart web serverlar bilan Pythonda yozilgan o'sha web frameworklar bir-biri bilan gaplasha olishi uchun o'ylab topilgan. U WSGI nima deydi? U web serverlar uchun alohida qonun qoidalari bor, framework uchun alohida qonun qoidalari bor. U aytadiki, web server sen agar mana bu ishni qiladigan bo'lsang, web frameworklar bilan bemalol muloqot qila olasan deydi. Va web frameworklar uchun ham xuddi shunaqa deydi. Web frameworklar agar sen mana bu ishni qila olsang, web serverlar bilan bemalol muloqot qila olasan deydi. Shunda ham web serverlar va web frameworklar ana shu WSGI standartini ishga tushirsa, implement qilsa, bir-biri bilan bemalol gaplasha oladi va sizga dasturchi sifatida ishingiz ancha osonlashadi va kamayadi. Demak, teoriyasi sal-pal tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling sizlar bilan ana shu WSGI standartiga ozgina nazar tashlasak. Mana bu yerda peps.python.org pep 333 degan dokumentni ochganman. Bu ana shu Web Server Gateway Interface'ning dokumenti bo'lib, ana shu yerda haliroq aytib o'tgan qonun qoidalarimni yozib o'tishgan. Xo'p, juda ham qiziq bo'lgan dokument. Bir o'qib chiqishni maslahat beraman, lekin taxminan o'sha men aytgan gap kechirasizlar. Men aytgan gaplarni yozishgan. Mana shu frameworklar bor, web serverlar bor. Ular uchun bemalol bir-biri bilan gaplashish uchun bizga ma'lum bir standart kerak deb yozilgan. Sal pastroq tushadigan bo'lsak, tak, mana bu yerda mana application framework site degan qismi bor. Aynan o'sha frameworklar uchun bo'lgan qonun qoidalarni yozib o'tilgan. Va sal pastroq tushadigan bo'lsak, mana the server gateway site degan qismi bor. Bu serverlar uchun yozilgan qonun qoidalar. Bizga albatta framework site kerak. Biz framework yozyapmiz. Shuning uchun mana shu qismiga ko'proq to'xtalamiz. Mana bu joyni o'qiydigan bo'lsak, mana the application object is simply a callable object that accepts two arguments. Demak, bizning frameworkimiz shunaqangi callable obyekt berish kerak ekanki, ya'ni funksiyaga o'xshagan, uni chaqirsa bo'ladigan obyekt berish kerak ekan va u obyekt ikkita argument qabul qilish kerak ekan. Mana bu yerda mana kichik misol berishgan. Mana simple app degan o'sha frameworkni chaqirsa bo'ladigan funksiyasini yozishgan. Unda ikkita argument bor, environment va start response. Uni nimaligini tushunmoqchi bo'lsak, sal pastroqqa tushamiz. Ya'ni mana shu environment, start response. Sal pastroqqa tushsak, mana bu yerda mana specification details degan joyda aytib o'tgan. Mana environment bu dictionary ekan. U dictionaryning ichida environment variablelar saqlanar ekan. Web loyihalar qilib yurganlar uchun albatta environment variable degan atama tanish bo'lishi kerak. Va start response degan parametr esa callable ekan, ya'ni u ham bitta funksiyaga o'xshagan, chaqirsa bo'ladigan obyekt ekan. U ham ikkita positional argument qabul qilar ekan. Ular mana status, response header ekan. Va uchinchisi exception info, bu required emas, optional bo'lgan, ya'ni jo'natmasa ham bo'ladigan parametr ekan. Status bu string, mana status string, mana bu ko'rinishda. Birinchisi statusni anglatadigan status code va u statusni message. Yana bir bor aytaman, web loyihalar qilib yurganlar uchun bu status ko'rinishi juda ham tanish bo'lishi kerak ekan. Tanish bo'lishi kerak. Bu start responsening ikkinchi parametri response headers, a list of header name va header value dan tashkil topgan tuplelarning listi ekan. Headerlar ham web loyihalar qilib yurganlar uchun tanish atama bo'lishi kerak. Xo'p, teoriyasini sal-pal o'qib oldik. Endi yana o'sha tepadagi misolga qaytadigan bo'lsak, kodini ko'radigan bo'lsak, mana o'sha simple app obyekti chaqirsa bo'ladigan funksiya ikkita parametr qabul qiladi. Birinchisi environment variablelardan tashkil topgan dictionary, ikkinchisi esa start response funksiyasi. Yana bir narsa esdan chiqibdi. Bu bizning frameworkimiz nima qaytarish kerak degan savolga javob topmadik. Sal pastroq tushadigan bo'lsak,
shu yerda yozgan bo'lishi kerak. Mana, the application object must return an iterable yielding 0 or more strings. Ya'ni iterable, ya'ni o'sha list tuple'ga o'xshagan va ularning ichida stringlar bo'lgan obyekt qaytarishimiz kerak ekan. Mana bu yerda list ichida bitta string bor, hello world degan. Tushunarli? Va undan oldin o'sha bizga ikkinchi parametr sifatida berilgan start response funksiyasini o'sha status va response headerlarni parametr sifatida jo'natib chaqirib qo'yishimiz kerak ekan. Bo'ldi. WSGI ning qonun qoidalari shu. Sal nima deydi, tushunarsiz bo'lishi mumkin, chunki bu standart, o'zini o'sha ro'yxati bor, qonun qoidalari ro'yxati. Buni yaxshi tarafi o'sha bir marta tushunib olganimizdan keyin, bir marta implement qilib qo'yganimizdan keyin esimizdan chiqarsak bo'laveradi. Undan keyin bemalol o'zimiz nima deydi, frameworkimizni kuchaytirish uchun fokusimizni o'sha tarafga qaytarsak bo'ldi. Buni bir marta qilib qo'ysak yetarli. Xo'p, demak, kelinglar mana shu qismini kodini yozsak. Tak, demak, men mana bu yerda terminalimni ochaman. Tak, men o'zimni o'sha Python loyihalar saqlaydigan folderimga kiraman. Uni sal kattalashtiraman sizlarga ko'rish osonroq bo'lishi uchun. Demak, bu folderda men hozir birinchi bu darsga tayyorgarlik qilayotganimda foydalangan papkani o'chirib yuborishim kerak. O'sha loyihamizni folderini yaratamiz. Make_dir deyman, pyframe_uz. Men bu kursda yozayotgan frameworkning nomini pyframe_uz deb nomladim. Siz sal boshqacharoq nomlashingiz kerak. Chunki qachondir biz bu frameworkni boshqalar o'rnata olish uchun PyPI ga joylaymiz va PyPI da ismlar unique bo'lishi kerak. Men frameworkimni ismini siz ishlata olmaysiz. Shuning uchun mana shu yerda folderning nomini sal boshqacharoq qilib nomlab keting. O'zingiz bir qanaqadir ism o'ylab topingda. Frameworkga qanaqa ism berasiz? Django bor, Flask bor, Fast API bor, shunga o'xshagan bir ism topib, folderga shu ismni berib ketishingiz kerak. Mana make_dir degan komandadan foydalanib papkani yaratdim. U papkaga kiraman. Python loyihalarida albatta loyiha yaratilganda birinchi o'rinda virtual environment yaratishimiz kerak. Pythonchilar buni biladi. Buning uchun python -env, venv va venv buyrug'idan foydalanaman. Ya'ni bu nima degani? Python 3 dan foydalanib venv degan funksiyani chaqir, virtual environment degan, unga venv degan nom ber degan ma'noni anglatadi. Virtual environment yaratgandan so'ng uni albatta activate qilish kerak. Buning uchun venv papkasi, bin papkasi va activate degan skriptni source qilishim kerak. Mana virtual environmentni ishga tushirdim. Yana bir narsa, bu yerda qaysi Pythondan foydalanayotganimizni ko'rib olishimiz kerak. Python version deydigan bo'lsam, 3.9.6 deydi. Men ham sizlarga mana 3.9, 3.8 Python versiyasidan foydalanishni maslahat beraman, chunki siz agar bu videoni sal kechroq ko'radigan bo'lsangiz, Pythonni eng yangi versiyasi umuman boshqa bo'lib ketgan bo'lishi mumkin va qaysidir kodlar ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun ham iloji boricha mana shu 3.9.6 versiyasiga yaqin bo'lgan versiyani ishlatishni maslahat beraman. Demak, loyihamizni folderini yaratdik, virtual environment yaratdik. Endi mana shu papkani men Visual Studio IDE'imda, editorimda ochib olaman. Bu IDE'ni ishlatish majburiy emas, lekin meni yozayotgan kodlarimni orqamdan qaytara olishingiz uchun, birma-bir bo'lish uchun siz ham Visual Studio kodni ishlatsangiz osonroq bo'ladi, lekin majburiy emas. Demak, mana shu kichkina frameworkchani yozish uchun men bitta fayl yarataman. venvni ichida emas, mana bu yerda main.py deb ataymiz buni. Va o'sha WSGI standartiga to'g'ri keladigan frameworkchamizni yozishni boshlaymiz. Demak, sample app deyman. Bu ikkita parametr qabul qilish kerak, environ va start response. Start response ni biz chaqirishimiz kerak. Start response ga biz status berishimiz kerak va headers berishimiz kerak. Ular bizda yo'q, shuning uchun ularni ham yaratib olamiz. Statusga 200 OK deymiz. Headers esa
list edi. Listning ichida tuple bo'lishi kerak. Tuplening birinchi qiymati bu headerni name, bizga content type degan header kerak va uning qiymati text plain deymiz. Bu degani nima degani? Biz jo'natayotgan response'ni turi oddiygina text demoqchimiz. Va u ikkalasini mana start response degan ikkinchi parametr sifatida kelgan funksiyamizga berib yuboramiz va oxiri biz response'ni qaytarib yuborishimiz kerak. U list edi yoki boshqa iterable edi. Bu listning ichida string bo'lishi kerak edi. Hello world degan. Mana biz kichkinagina WSGI standartlariga to'g'ri keladigan frameworkcha yozdik. Endi bu frameworkni ishlata oladigan va requestlarni qabul qila oladigan bizga web server kerak. Men shu Pythonning ichidagi oddiygina bir web server bor. O'shandan foydalanib bu misolni ko'rsatib beraman sizlarga. U WSGI-ref degan modulning ichida, simple server degan faylning ichida make server degan funksiya bor. Mana ichiga nazar soladigan bo'lsak, mana command bosib ichiga kiradigan bo'lsam, kommentini o'qishingiz mumkin bu funksiyani. New WSGI server yaratadi deyapti. Mana bizga aynan WSGI kerak. Demak, server yaratamiz. Make server funksiyasidan foydalanib, uni 3 ta argumenti bor. Host, bizga localhost kerak. Ikkinchisi port, 8000-portda eshitib tursin. Uchinchisi esa app. Mana bizda app bor. Sample app. Shu sample appni berib olamiz. Va bu serverni ishga tushirishimiz kerak endi. Server deymiz. Serve forever degan funksiyasi bor. Bu degani nima degani? Mana 8000-portda shu local hostimizda mana shu sample app degan funksiyamizdan foydalanib requestlarni eshitib tur va request kelganda mana shu sample appdan foydalanib response qaytarib yubor degan ma'noni anglatadi. Hali misolimiz tayyor. Endi terminalimga o'tamanda bu main.py ni ishga tushiraman. Python deyman, main.py deyman. Mana eshitishni boshladi. Brauzerimga kiramanda, brauzerimda localhost 8000 degan URL ga request yuboraman. Yuborsam xato chiqdi degan xatni ko'ramiz va mana buni ochadigan bo'lsam, terminalimni ochadigan bo'lsam, mana bu yerda aytadiki, write argument must be a bytes instance deydi. Demak, bizda qayerdadir xatolik bor. Muammo shundaki, mana bu PEP 333 degan o'sha WSGI standarti kechirasizlar, yozilgan dokument ikkinchi Python uchun yozilgan. Biz esa uchinchi Pythonni ishlatyapmiz. Shuning uchun ozgina o'zgartirish kiritishimiz kerak. Mana bu yerda o'zi nima qilishni aytib qo'ygan. Mana bytes yuborish kerak deyapti. Biz string yuborayotgan edik. Stringni byte ga aylantirish uchun shu stringni boshiga b degan harfni yozib qo'ysak, mana shu bizga byte ni beradi. Pythonda stringni byte ga shunaqa qilib aylantiriladi. Boshqa usullari ham bor, lekin eng osoni shu. Ana endi web serverimizni to'xtatib, boshqatdan ishga tushiramiz. Python main deymiz. Endi localhost 8000 ga kirib refresh qiladigan bo'lsam, mana hello world ni ko'rishingiz mumkin. Ana. Demak, biz kichkina o'sha WSGI standartiga to'g'ri keladigan frameworkcha yozib, uni ishlatib ko'rdik. Keyingi darslarimizda bu frameworkga qo'shimcha funksiyalar qo'shishda davom etamiz. Uni yanada yaxshiroq rivojlantiramiz. Biz bu darsdan olishimiz kerak bo'lgan xulosa shundaki, biz framework yozyapmizmi? Biz WSGI standartiga quloq solishimiz shart. Bo'lmasam biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan web serverlarni soni chegaralanib qolgan bo'ladi. Shuning uchun mana shu qonun qoidalardan foydalanib kichkinagina bir frameworkcha yozib ko'rdik. Keyingi darsda bu frameworkimizni yanada rivojlantiramiz, qiziqarliroq featurelarni qo'shamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.